Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda job intervyuga boramiz. Hozir men 1 soatlik yo'lda Namangan plus 1 soat yo'l ketadigan joyga intervyuga borishim kerak. Hozir metroni kutib turibman. Metro kelgandan keyin birgalikda intervyuga boramiz. Bu intervyu qanaqa? Intervyu chiqarilmaydi, hammasini aytaman. Plus 15 ta bekat yurib, endi qayerga borishim kerak? Bilmayman hali. Endi plus hamma yugurib yuribdi. Men esa juda vaqtli kelganman. Havo juda sovuq, menimcha. Hozir mana metrodan chiqdim. Endi mana bunaqa shaharga keldim. Dasan bekatini birinchi chiqishidan. Wow. Shunaqa joylar ekan. Endi sekin topamiz yo'lni. Xo'sh. Mana bunaqa. Endi esa avtobus kutmasdan yurib ketyapman. 20 minutlik yo'l ekan. Ozgina vaqtli yo'lga chiqqanim uchun bu yerlarni tomosha qilib ko'rib ketaman. Lekin juda ham toza joy ekan. Qanaqadir boshqacha tinch. Hozir ozgina yomg'ir yog'yapti. Endi yog'yapti. Hozir men adashmasam shu binoga kiraman. Bu yoqda 2 bor ekan. Bu tarafda esa Hyundai outlet. Va qanaqadir zo'r ekan. Hali 1 soat bor intervyuga. Hali 1 soat bor. O'shaning uchun kechadan oldim. 1 soatdan keyin boshlanadi. Va o'tirishimga ham joy kerak edi. Boplab qaysi amerikani oldim. Hozir yonchib qoldi. Yonchib qoldi hozir. O'ylashyapti. Mana bu yoqda. Bilmadim. O'ylab ko'rishyapti. Xo'lasa. Yuraklarim to'kilib ketyapti. Juda ham mas'uliyatli ishni kelgapga olyapti. A few moments later. Yaxshi yangiliklar bilan hozir men intervyudan chiqdim va meni ishga qabul qilishdi. Bugun juda ham xursandman. Alhamdulillah. Ko'pchilik emas, to'g'risi bu yoqqa kelishimni faqatgina Madina bilardi, opam bilardi. Bo'ldi. Qolganlar bilmas edi. Podeshka qilib turganliklari uchun ko'p rahmat. Hozir Sajangni menga ovqatlab berib jo'natdilar. Ertadan ishga chiqaman xohlasa. Xullas, agar nimadir bo'lmaydigan bo'lsa, hammasi o'z vaqtida